Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan ingliz tili mavzusiga doir yana bir qiziqarli darsimizni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi darsimiz ko'rsatish olmoshlari haqida bo'lar ekan. Demak, siz e'tiboringizni slaydga qaratasiz. Bizda yaqin va uzoq shakllari uchun ko'rsatadigan holatlarimiz bor ekan. Demak, birlik holatda yaqin masofadagi narsalarni ko'rsatmoqchi bo'lsak, this formadan foydalanamiz. Uzoqdagi narsalarning birligini ko'rsatish uchun esa that shaklidan foydalanamiz. Ko'plik shakllarimiz uchun this yoki those formalari bizga yordam berar ekan va siz buni ko'rishingiz mumkin. Har xil ranglarda sizga tushunarli bo'ladigan holatda ko'rsatib berilgan va juda aniq holatda tushunib olasiz. Demak, navbatdagi slaydimizda biz siz bilan o'tib olgan avvalgi mavzularimizda tanishib chiqqan to be fe'li orqali ko'rsatish olmoshlarining darak shakllari bilan tanishib olar ekanmiz. Demak, darak shaklini yasash uchun bizga yaqindan yordam beradigan mavzumiz to be. Vaziyatga qarab birlik bo'lsa is, agar ko'plik bo'lsa are shakllaridan foydalanib yasar ekanmiz. Ya'niki qanday bo'ladi? Ko'rsatish olmoshining birlik holatlari, ya'niki this yoki that shakllaridan keyin to be ni qo'yamiz va undan keyin ot so'z turkumi kelishi kerak. Yana diqqatingizni bir narsaga e'tiboringizni qaratishingizni so'rardim. A va an bu artikellar. Agar bilsangiz, a va an artikellar faqatgina sanaladigan va birlikdagi otlar uchun ishlatiladi. Bizda yana sanalmaydigan otlar ham bor. Ular bilan a va an shakllarini qo'llash noto'g'ri bo'lar edi. Demak, vaziyatga qarab artikellardan foydalanar ekanmiz. Yaxshi. Bu tomonda siz ko'rishingiz mumkin adjective shaklida ishlatilishi. Misol uchun that pen is black. Anavi ruchka qora rangda deb aytmoqchimiz. Ya'niki sifatdan foydalandik. Yoki bu tomonga qaraydigan bo'lsak, that is a pen. Bu ruchka deb olyapmiz. Demak, bunda nima ekan? Bunda narsaning nima ekanligini tushundik. Bunda esa o'sha narsaning qay holatda ekanligini tushunib oldik. Va biz bilib oldikki, ko'rsatish olmoshlaridan keyin ot so'z turkumi yoki sifat so'z turkumiga doir so'zlardan foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, navbatdagi slaydimizda biz this yoki that orqali inkor shaklini yasashni o'rganamiz gaplarni. Ya'ni, bizga kerak bo'ladi to be dan keyin not kabi so'zni qo'shish orqali inkor shaklini yasash. Demak, yoki are dan keyin not shaklini qo'shish orqali gapni yasash. Bu yerda biz narsalarni inkor qilishni o'rganamiz. Ya'niki this is not a book. Bu kitob emas degan shaklni yasaymiz. This book is not interesting. Bu kitob qiziqarli emas. Demak, biz bu yerda inkor qilishni o'rgandik vaziyatga qarab. Bu yerda this, those shakllardan keyin are not dan keyin qo'yiladigan holatni qaraymiz. These are not books. Bular kitoblar emas. These books are not all. Bu kitoblar eski emas. Demak, ko'plik va birlik shakllarini sifat va otlardan keyin keladigan holatlarda ko'rib oldik. Navbatdagi slaydimizga e'tiborimizni qaratamiz. Bunda question formini yasashga harakat qilamiz. Question form bu nima? So'roq shakl hisoblanadi. Ya'niki biz aytib oldik this is a book, bu kitob yoki this is not a book, bu kitob emas dedik. Endi savol tug'iladi. Bu kitobmi deb so'rash uchun nima qilishimiz kerak? Endi bizga yordam beradi to be va this, that yoki these, those shakllari. Ya'niki to be va ko'rsatish olmoshlarining joyini almashtirish orqali biz so'roq shaklini yasar ekanmiz. Demak, birinchi o'rinda this ni emas, balki is ni aytsangiz, sizda so'roq shakli yasalar ekan. Ya'ni is this an apple? Bu olmami? Yoki sifat shakliga e'tiboringizni qaratasiz. Is this apple red? Bu olma qizilmi? Sizdan so'ralyapti. Demak, sizda javob berish holati kuzatilinadi bu savollarga. Siz gapda darak yoki inkor shaklini emas, savol nutqini eshitishingiz mumkin bo'lar ekan. Mana bu slaydga biroz diqqatingizni qaratishingizni so'rayman. Bizda bir qancha o'zbek tilida berilgan jumlalar va bir qancha ingliz tilida berilgan jumlalar ko'rishingiz mumkin. Sizdan so'rab qolardim, videoni 1 daqiqaga bo'lsa ham to'xtatib, o'zbek tilidagi so'zlarni ingliz tiliga, ingliz tilidagi so'zlarni o'zbek tiliga tarjima qilishingizni. Bu sizga nimaga yordam beradi? Biz yuqorida o'tgan mavzuni yana ham aniqroq tushunish uchun va diqqat bilan tinglashingizga, xatolaringizni ko'rib olishingizga yordam beradi.
Va navbatdagi slaydimiz bu juda ham qiziqarli va yozma tarzda berilgan topshiriqlar. Bu sizga ko'rsatish olmoshlarini yana ham aniqroq tushunishingizga yordam beradi. Siz ko'rgan holatda belgilab borasiz. Ya'niki bu topshiriqqa qaraydigan bo'lsak, bolalar nisbatan yaqin masofada joylashgan, bu suratdagi kishi esa nisbatan uzoqroq holatda joylashgan. Siz unga qarardingiz yoki dad shakllarini to'g'ri foydalanishni o'rganib olasiz. Bu topshirig'imizda berilayotgan holatlarda siz birlik shaklidan foydalanasizmi yoki ko'plik shaklidan foydalanasizmi, yaqindagimi, uzoqdagimi degan tushunchalarni anglab olasiz. Agar bizda to being are, ya'ni ko'plik shakli berilgan bo'lsa, siz this formadan foydalanasiz. Agar is shakli berilgan bo'lsa, this formasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi va shunday qilib ko'plik va birlikni ajratib olasiz va analiz qobiliyatingizni yana ham oshirib olgan bo'lasiz. Demak, bugungi darsimiz ko'rsatish olmoshlari haqida bo'ldi. Biz haqimizda yana shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga a'zo bo'lishingizni so'rab qolamiz.